olamiz. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Navbatdagi dastlabki xizmatimiz Namangan viloyati Mingbuloq tumani kichikcha mana shu uyga 50 ga 1 quruqligidan chiroyli holatda qo'yishgan ekan xonalarni 5 ga 4 xonaga olib kelib ishlatib berdik. Juda ham chiroyli holatda ishlab turibdi. Ichiga suv quyiladi, to'kka suqiladi, doim aytib o'tamiz. Kunlik tok rasxodlari 15 ming so'mgacha o'zi o'chib yonadigan termostatli bo'ladi. O'zida upravleniyasi bo'ladi ichida termostatda. Opa ko'ringchi buni so'z sifati bilan mana internetdan ko'rib oldingiz. Yaxshimi? Ko'ngildagida ham? Isitishlari bizda, xudo xolasa. Qo'lni kuydiradigan darajada bo'ldi. 5 minut bo'ldi mana chiqqanimizga. 5 minut bo'ldi haqiqatan. To'g'rimi? Ellancha bor ekan. Xudo xolasa internetdan ko'rib oldingiz, mana xudo xolasa Xorazm, Beruniy, Qoraqalpog'istongacha hamma yoqqa xudo xolasa, dastlabki xizmatlarimiz bo'lyapti. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Andijonga ertaga dastlabkamiz bor. Andijon Qorasuvgacha dastlabkamiz bor ertaga xudo xolasa. Ekrandagi telefon nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Barchaga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.